bo'lgani uchun Uilyamga ko'zini ochib beradi, ya'ni ko'zini ko'rishga yordam beradi. Ko'r ko'zlarni ochib beradi. Uilyam atrofni ko'radi, sehrgarni ko'radi. Sehrgar ayol kishi bo'lib, u oddiy uyda, oddiy kulbada yashardi. Ammo shuncha qudratga ega bo'lsa ham oddiylikni tanlagani Uilyamga juda yoqadi. Men qirol bo'lsam, bir kuni kelib sizni saroyimga olib ketaman deb aytadi. Sehrgar bunga ishonmaydi. Mayli, sen qirol bo'laver, buni bir kun ko'ramiz deydi. Uilyam birdaniga, ya'ni to'satdan saroyga bostirib bormas, o'zini bir sinab ko'rish uchun qo'shni qirollikka boradi. Qo'shni qirollikda yurar ekan, hamma qizlar unga oshiq bo'ladi. Uilyamni yaxshi ko'rishadi. Ammo Uilyam o'ziga o'xshagan mehrli, ya'ni mehr istagan, ya'ni sevgi istab yo'lini davom etadi va ko'zlari kimni ko'radi? O'ylab ko'ring, ko'zlari shubhasiz Lianaga tushadi. Liana onasining gul do'konining yonida gullariga sekingina suv quyayotgan bo'ladi va gullarni qo'llari bilan ushlayotgan bo'ladi. Uilyam buni ko'rgach, Lianani shunday chiroyli va xushbo'ychimligini ko'rib, unga savol berib ko'rishga qaror qiladi. Lianaga boshida uni ko'zlariga qaramasdan, "Ey qiz, gullarini o'zingizga o'xshagan chiroyli ekan, ya'ni gullar sizga o'xshagan chiroyli ekan. Hattoki arilar ham sizning atrofingizda go'yoki aylanayotgandek. Go'yoki sizda bir nima borday" deb qizga aytadi. Qiz, "Siz kimsiz? Sizning ovozingizni birinchi marta eshitmoqchiman. Sizni hatto tanimayman ham. Menga bunday savollarni berishingizdan nima ma'no?" deb aytadi. Uilyam aytadi, "Sizning chiroyingizga oshiq bo'ldim. Hatto sizning bunday muomalangiz menga yoqdi" deb qizni yaxshi ko'rib qoladi. Liana esa uyaladi, chunki uning ko'zlari ko'r. Hamma qizlar unga oshiqligini, yonidagi qizlarning gap so'zi ham Liananing quloqlariga chalinadi. Ammo Liana o'zini tortib, mana shunday dedi: "Mening ko'zlarim ko'r. Ko'pchilik yigitlar menga faqat chiroyim uchun yoki yuzim uchun, ya'ni xulqim uchun menga uylanishmoqchi bo'ldi. Ammo ota-onam bunga yo'l qo'yishmadi. Men ham o'zimning baxtimni topish uchun bu yo'llarda yuribman. Hattoki o'z baxtimni o'chirtamanmi, yo'qmi deb o'ylayman. Yoki balki butun umr shunday o'tib ketarman" deydi. Uilyam esa bunday kulib qo'yadi. "Nimaga kulasiz?" degan savolni aytadi. "Sizga aytsam, men ham ko'r edim" deydi. Liana hayron qoladi. "Bo'lishi mumkin emas. Ko'r odam butun umrgacha ko'r bo'ladi. Demak, siz ko'r bo'lmagansiz" deydi. Uilyam Liananing orqasidan yuradi. Uni ancha kuzatib boradi va ular bir-biriga ko'ngil qo'yishadi va shu qishloqda turmush qurishadi. Uilyam qirolligiga qaytadi. Qirolligiga boradigan bo'lsa, ukasi Cedric esa qirollikni o'sha parokandaga o'chayotgan bo'ladi. 1 yil ichida qirollikni parokandaga o'chayotgan bo'ladi. Uilyam Lianaga shu atrofdagi kulbada, eski qo'ychi kulbasida qolishni va 1 oy ichida Uilyamni kutishini aytadi va o'sha yigitcha bilan qolishini aytadi. Yigitcha bilan u qoladi va Uilyam qirolligiga boradi. Qirolligiga borganida ukasini ko'radi va odamlardan surishtiradi. Eshitsa, Cedric qirollikda qo'shni qirollikdan juda ko'p tovon qarzlar olgan, faqat maishatga berilgan va qirollik aholisini juda qiynayotgan edi. Uilyam qirollik aholisi bilan yig'ilish o'tkazishga qaror qiladi, yashirincha, va taxtni ukasidan tortib oladi. Cedricni esa o'zining o'rniga cho'ponlikka tayyorlab, Liana bilan turmush quradi va qirollikda tinchlikni ta'minlaydi. Ammo vaqtlar o'tib, Uilyamning ko'nglida yana bir narsa tutadi. Endi o'sha sehrgarni qirollikka olib kelish niyati. Uilyam Liana bilan turmush qurgandan so'ng oradan 6 oy o'tib Liana homilador bo'ladi. Liana qornidagi bolasi bilan qirollikda qoladi. Uilyamga borishni so'ramaydi, shu yerda qolishini so'raydi. Ammo Uilyam o'z niyatini va sevgilisini ko'zlarini ham ko'rishini va Uilyamni ko'rishini xohlaydi. Uilyamning, ya'ni sevgilisi Lianani o'zini ko'zlari bilan Uilyamni ko'rishini xohlaydi. Uilyam boradi va sehrgarni olib kelishga qaror qiladi. Sehrgar Uilyam oldiga borgandan so'ng bir shart borligi esiga tushadi. Faqat bitta tilak Uilyam so'ra olishi mumkin. Iltimos ham mumkin emasligi esiga tushadi. Agar iltimos qiladigan bo'lsa, undagi boyagi sehr qaytib olinadi. Uilyam nima qilishini bilmaydi. Boradi va sehrgarga shart beradi. Qanday shart desangiz, Uilyamga sehrga aytadi: "Agar sen meni qirollikka borib, sevgilingning ko'zini ochishimni xohlasang, sen bir narsaga, ya'ni menga biron narsani berishing kerak" deydi. Uilyam hayron qoladi. "Nimani?" deydi. "Chiroyingni" deydi. Uilyam bunga rozi bo'ladi va sehrgar uni maxluqqa aylantirib qo'yadi. Maxluq kechalari o'rmonda
yuzlari badbashara, hattoki ayiqnikidan ham jirkanch tirnoqlari, hattoki atrofida bo'ridagidek so'yloq tishlar va sirtlondagidek tanasi bilan o'rmonda yuradi. Bir yil o'tsa ham Liananing ko'zlari o'sha vaqtda sehrgar amalga oshgandan so'ng Liananing ko'zlari ko'rib ketadi. Liananing ko'zlari o'zidan o'zi ko'rib ketadi. Ammo Uilyam shu qaytmaydi. Oradan bir yil vaqt o'tadi. Liana o'g'il farzandli ko'radi. O'g'il farzandiga ism qo'ymaydi. Hatto otasi kelsa ism qo'yadi deb ism qo'ymaydi. Qirollikni u odilona boshqaradi. Ammo o'rmonda topilgan maxluq haqida hamma ovoza qiladi. Liana buni o'zi bilish uchun ketadi. Liana yo'lga tushadi. Yonida qo'riqchilar. O'rmonda yurar ekan, u sehrgarning kulbasini topib ham boradi. O'sha ayiqni uchratib qoladi. Undan oldin to'g'risi uzr adashgan. Ayiqni uchratib qoladi. Ayiqdan so'raydi: "Sen shu yigitni ko'rmadingmi?" deydi. Ayiq unga savolga javob qaytaradi. "Senga javob berishim mumkin emas-ku, ammo sening oqko'ngilliging bir yigitni eslatdi. Uning ismi Uilyam adashmasam, xuddi shunday edi. U sehrgarning yoniga borganini eshitdim va o'sha yerdan maxluqqa aylangani haqida xabar oldim. Bundan uyog'ini bilmayman" dedi. Sehrgar kulbasini ko'radi. Sehrgarning oldiga boradi Liana. Lianadan so'rashadi. Haqiqiy sehrgarning oldiga borgandan so'ng sehrgarga aytadi: "Buni Uilyamni siz aylantirib, men tufayli bo'ldi" deb aytadi. Qanday qilib uni qutqarsam bo'ladi degan savolni sehrga aytadi. Faqat haqiqiy sehr bu muhabbatdir. Muhabbat qalbdagi yovuzlikni ochadi va ezgulikka yetaklaydi. Faqat u sof va mehrga asoslangan chin dildan bo'lsa deydi. Buni Liana boshda tushunmaydi. So'ng o'rmonda Uilyamni topadi. Uilyamning atrofini saroy qo'shini o'rab oladi. Unga jarohat yetkazmaslik uchun Liana o'zi borib Uilyamning oldiga. Uilyam hech kimni yoniga yaqinlashtirmaydi. Ammo Liana qalb ko'z yoshlari bilan shunday ko'z yosh to'kadiki, bu ko'z yoshlar Uilyamning xuddi yuragiga to'kilganday bo'lib, uning yuragidagi yovuzlikni parchalab yuboradi va ikki ko'zi ojiz sevgi haqida ko'radi. O'zining baxtiga erishadi. Hatto qiyinchilik bo'lsa ham. Shunday ekan, chin muhabbat doim qadrli va baland bo'ladi. Buni hamma ham tushunavermaydi. Ya'ni muhabbatda bir xil jon berish yo'q. Faqat to'g'rigina. Faqat o'zingizni tengiz. U tengini topdi. Hatto u qirol malika bo'lmasa ham. Va uning uchun borini qildi. Siz ham uni borini qilsangiz bo'ladi. Ya'ni hech kimga qarshi chiqmagan holda to'g'ri ma'noda tushunasiz degan umiddaman. Shunday qilib, hikoyamiz yoqqan bo'lsa, 2 qismga qo'yib joylayman. Sig'maydi bu baribir. Rahmat hammaga. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.